Xullas, hozir sochimni oldirishga va mazali o'zbek ovqatlarini yeyishga sayohatga uyushtiramiz. Qisqagina sayohat ham emas bu, chunki boshqa shaharga o'tamiz. O'zbeklar ko'p yashaydigan shaharga va itga borib, sochni oldirib, mazali ovqatlar yeb, sekin qaytamiz. Go. Va birinchi o'rinda hozir mayli kino olish kerak, ko'chada bunaqa ko'rsak to'g'ri kelmaydi. Bo'ldi, kiyim almashtirib oldik. Shu turishga ketsak bo'ladi menimcha. Va endi liftga tushishim kerak. Yotoqxonada turaman. 7-qavatda va hozir lift orqali tushamiz pastga. Va yotoqxonadan chiqib metroga o'tirib, metro orqali taxminan 1 soat yurib boramiz. Xullas, Koreyada soch oldirish oson emas men uchun, chunki koreys sartaroshlar xohishdagidek olib qo'yish olmaydi. Oldirib ko'rganman, bir marta pushaymon qilganman. O'shandan beri oldirmayman koreyslarga. Shuning uchun o'zbekka oldiraman doim va o'zbekka oldirishim uchun men taxminan 1 soat yo'lni bosib o'tishim kerak. Xo'sh, endi narxiga keladigan bo'lsak, narx qancha deydigan bo'lsanglar, oson bo'lishi uchun soat bilan tushuntiraman. 20 ming won atrofida bo'ladi. Bu taxminan 200 ming so'm deb qarasak, O'zbekistonda oddiyroq odamni bir kunlik ish haqi, Koreyada bo'lsa oddiy odamni 2 soatlik ish haqi bo'ladi. Shuning uchun taqqos olsanglar bo'ladi, значит. 2 soatlik ish haqi bo'ladi. Oxirgi marta sochimni oldirganimga 1 oycha bo'ldi kamida, agar oshgan bo'lsa ham bilmadim. Oshgan bo'lishi ham mumkin. Men qariyalar chiqishni o'ylab turibman, даже bir tog'ga ham chiqib kelishni o'yladim, lekin qanaqadir stress, depressiyaga tushib qolgandek his qilaman o'zimni. O'sha hayotimdagi ayrim burilishlar bo'lib qoldi. Bu ayniqsa moliyaviy va ish tomonlama burilish bo'lganligi uchun hozir buni o'ylashim to'g'ri keladi. Nisbatan olib qarashim kerak har tomonlama. Anchadan beri YouTube'ga kontent qo'ymay qo'ygandim, chunki ayrim hissiyotlar bo'lganligi uchun o'ylab qolardim ba'zida. O'zi meni bu hayotim va bu videolarim kimgadir qiziqmi degan narsa bor. Va bu menimcha hammada bo'ladi. Qo'yayotgan paytinglarda va o'ylardim, nima manfaat beryapman bu orqali. Men ko'proq manfaatlarga qurganman hayotimni. Ya'ni manfaatlarga qurilganligiga ishonaman dunyo. Xuddi shunga nisbatan o'zimni olib, ya'ni YouTube'ga qo'ygan kontentim insonlarga nima manfaat beryapti deb ko'p o'ylardim. O'shaning uchun ba'zida aniq javob chiqmaganligi uchun video olish bo'lgan motivatsiyam o'lib qolardi. Mana shuni bir marta sinab ko'rganman. Normalniy keklar, dumaloq kekslar yaxshi-yu. Faqat tez yeb qo'yiladi, juda ham paxmoq qana qilingan. Ertalab uyg'onganimdan beri hech narsa yemabman. Hozir esimga tushib qoldi. Mo'tak ertalab uyg'onmadim, soat 10larda o'tib uyg'ondim. Soat hozir 1 bo'lyapti. Aytgancha ob-havoni saqlamoqman. Yomg'ir yog'yapti bu yerda. Metrodan chiqishim bilan yomg'ir boshlayapti ekan. Zontikim yo'q edi. To'g'ri olmagandim. Hali ham kiyimim ancha yordam tegyapti deb borib. Foydasi tegyapti. Yomg'irdan panda bo'lish uchun qanchalik kirib oldim magazinga. Birorta ichimlikmi nimadir olaman. Yoqtirgan suvni olib qolamiz unda. Bu suvni xamajo'dan topishim qiyinroq. Bu Veltsni qulupnaligi. Ayrim magazinlarda bor, ayrimlarda yo'q. Bu yerda bor. Bu bilan birga
guruchli ichimlik emas, shirinlik. Tok degan shirinliklari bor bularni. Guruchdan qilinadi, tak mazali. O'shandan oldim. 2000 yuanga 4 ta berar ekan. Qadoqlab qo'yilgan. Bu mevon jami hisobda 3000 yuan ishlatdim. Qaysilardan bosarsak. Hozir go'shtli ovqat zakaz qildik, plus choy, non oddiy. Odatda o'zi faqat ramyon yeb yurgandim. Energiya yo'q. Hozir endi go'sht bilan tushib bosamiz. Tak ovqatlanib chiqdim. Tak yomg'ir ham to'xtabdi. Ancha yaxshi. Bu joy kichkina O'zbekiston deb aytayman men, Koreyadagi. Ikkita O'zbekiston bor Koreyada. Bittasi Pusanda, bittasi mana shu biz hozir kelgan shahrimiz Kyongsanda. Ikkita O'zbekiston. Xullas, bu mahallada ikkita masjid bor. Taxminan 20 tacha atrofida oshxona bor. Va hammasi o'zbeklar tomonidan, musulmonlar tomonidan boshqariladi. Xullas, koreyscha stildagi Shveysariya. Manzaraga til ojiz bor tasvirlab berishga. Prosta bomba. Biroz oldin yomg'ir yog'gan. Havo tip-tiniq, toza, o'tli, top-toza hammasi. Shabada bo'layapti. Osmon bulut. Qanchalik kerak bo'lsa, hammasi bor-da, короче. Prям bomba de atmosfera. Gap bo'lishi mumkin emas. Bunaqa atmosferada faqat mana shunaqa yotib mazza qilish mumkin xolos. Boshqa hech narsa qilish iloji yo'q. Shoshmanglar, hozir mikrofonni bo'lib olay, aytgancha. Mikrofonim ham bor edi mana. Hozirgi kundagi shovqin, mashinalar, shahar juda ham shovqin-da. Odamlar, o'qish, ish, ular har xil stress, muammo miyada yig'ilib, qanaqadir nagrushka berib qo'yar ekan-da. Mana bunaqa joyga kelganinglarda faqat o'tlar, ba'zida gullar atrofida arlar yurganligi, qushlar kapalaklar ba'zida.
qarab turar ekansizlarda, orqadagi hamma narsani unutib yorib, prosta yashash kerakligini his qilar ekansizlarda bor. Ya'ni hayot faqat shunaqa tashvish, muammodan iborat emas. Hayotda mana shunaqa maza qilish ham mumkin. Mana shunaqa chiroyli manzaralar bor. Yashash kerak, inson o'zi uchun ham sayohat qilish kerak degan narsani tushunar ekanda odam. Men katta sayohat qilmadim, sayohat даже planimda ham emasdi. Bu shunchaki yo'limdan chiqib qolgan bitta manzara xolos. Prosta vaqtimni ajratib shu yerda yarim soatlab o'tirishga qaror qildim, lekin bu yarim soat meni butun bir haftamdan, butun bir oyimdan, bir oyligimdan, qanaqadir o'tgan vaqtimdan azizroq tuyulib ketar ekanda. Prosta o'tirib hech narsa qilmaslik. Madr qilish emas, hech narsa qilmaslik. Juda ham ajoyib hissiyotlarni berar ekan. Bilasizmi, biz shunaqa davrlarga yetib keldikki, bizlar uchun hozir shunaqa tog'larga chiqib ketish, kerak bo'lsa qo'y boqib cho'ponlik qilish bu orzu bo'lib qolganda, ya'ni avvallari bu orzu qilinmagan, ya'ni bu oddiy hayot tarzi bo'lgan. Lekin bizning hayot tarzimiz shunchalik o'zgarib ketdiki, biz hozir ana shunaqa hayotni orzu qiladigan avlodga aylanib qoldik. Menimcha ichida ham bo'lsa kerak, hozir ko'rib turganlar ichida kimdir o'ylagandir, qachondir pul topaman deb, pul yetarli bo'ladi, ishlashga hojat qolmaydi va keyin tog'ga chiqib ketaman, o'sha yerga qo'ylarimni boqib, kitobimni o'qib yuraman deb o'ylagan insonlar ham bo'lsa kerak, menga o'xshab. Sayohat qilishning foydalari juda ham ko'p, to'g'risi. Men juda ham sayohat ko'p boradigan odam emasman, lekin imkon qadar bo'sh vaqtimda sayohat qilishga urinaman, lekin bo'lsam emas, to'g'risi. Chunki hozirgi hayotimiz, ya'ni bir uyga kirib qoladigan bo'lsam, o'zimning holatimda uyda o'tiraman, prosta ko'chaga chiqishga na madorim bo'ladi, na xohish bo'ladi ba'zida. Oddiy misol uchun kecha shanba kuni ham tog'ga chiqib ketmoqchi bo'ldim-ku, lekin o'zimda kuch topa olmadim. Chunki mana shunaqa manzaralar beradigan kayfni unutib qo'ygan ekanman-da. Hozir albatta yurganda oyog'im bosib o'tlarni his qilayotgan anaqa yumshoqliklarni, bu berayotgan kayflarni yana qaytib his qilyapman-da. Bu safargi sayohatga chiqishim yoki aylanishga chiqishlarimda buni foydasi tegadi. Buni ham balki sayohat deb hisoblasak bo'lar, chunki bu ham uyimdan taxminan 20-30 kilometr uzoqlikdagi joyda joylashgan manzaralar. Va qaysidir ma'noda men ham o'zimni baxtli his qilyapman. Oyiga 1,5 million won, ya'ni bu taxminan $1000 atrofidagi oyligimli ishimni tashlab ketdim o'tgan hafta. Nega degan savol bo'ladi-da, odamlar o'ylashadi, nimaga tashlab ketding 1,5 million wonli ishingni? Yaxshi edi, unaqa. Bitta narsada 2 million bo'ladimi, 3 million bo'ladimi? Mana bunaqa kelib o'tirishga topiladigan vaqtni u pul sotib olishga iloji yo'q-da. U pul mana shunaqa sayohat yoki mana shunaqa berayotgan halovatni u pul bera olmaydi-da, afsuski. Men bu gapim bilan pul kerak emas demoqchi emasman. Pul baxt olib kelmaydi ham demoqchi emasman. Har xil fenomenlar emas bu gaplarim. Aytmoqchimanki, pul shunaqa topish kerakki, halovati bo'lishi kerak-da. Ya'ni hayotda ham balansga ushlash kerak u pul. Ya'ni moliyaviy tomonlama ham kam bo'lmasligi kerak. Ikki tomonlama ham balans bo'lishi kerak. Xuddi ikki qanotga o'xshataman-da. Moliyaviy tomonlama hozir katta anaqa emasmi? Avvalgidan ko'ra 2 barobar qisqargan pulim. Misol uchun 2 million atrofida topgan bo'lsam, hozir zo'rg'a 1 million topaman. Lekin yana qaytib aytamanki, bunaqa kayfni, bunaqa baxtni, vaqtni u pul bera olmaydi, do'stlar. Take your head and holding closer to mine. That love was dead, but now you're changing my mind. Naqadar go'zal bu dunyo. Prosta biz bilmasligimiz xolos-da. Buncha chiroyli narsalar bor bu dunyoda. Bundan ortiq baxt bormi? Bundan ortiq kayf bormi, ey insonlar? Bo's aytinglar.
sinab ko'ramiz. Так что maza. Nima bu? Yo'q, bu yoqqa yotib bo'lmas ekan. Teparoqda yotsa yaxshiroq edi. Tepa tozaroq edi o'tlari. Rasputin deydi-yu. Nima bu? Qanaqa kayf bu, ey? Nimadir kayf beradi, to'g'risi bor, bilmadim nima, lekin umuman gap yo'q bunga. Va nihoyat boyaga shirinlik haqida aytgandim. Tok. O'shani yeyapman. Mushoqqina guruchdan qilingan. Yo'qmas. Ichida krem bor. Yong'oqli krem. Ato yaxshi. Prям double kayf bo'lyapti o'zi ham. O'sha Ziyoxonov mashhur gap bor-ku. Pulli to'yga emas, to'y hashamga emas, sayohatga sarflang degan gap bor-ku.